Bilarmidingiz? Yer yuzidagi eng qimmat yog'och oltin ip deb ataladi. Uning ilmiy nomi nanum va bitta yog'och g'o'lasi 3 million dollardan ham qimmat turishi mumkin. Yaqindan qarasangiz, u tabiiy ravishda oltindek yaltiraydi. Xuddi yog'och ichida ip bo'lib, oltin jipslari yugurib yurganda. Yuzlab yillar davomida bu yog'och faqat Xitoy imperiyasi uchun saqlangan. Saroy ustunlari, ibodatxonalar, hatto podshohlarni tobutlari ham shu yog'ochdan qilingan. Ko'pchilik buni faqat oltin rangi uchun chiroyli deb o'ylaydi, lekin haqiqiy sabab boshqa. Bu yog'och asrlar davomida nam muhitda o'sar ekan. Ichida maxsus smolalar paydo bo'lib, keyinchalik kristalga aylanadi. Ana shu kristallar uni chirishdan, hasharotlardan va hatto yorilib ketishdan ham himoya qiladi. Shuning uchun bu yog'ochni deyarli abadiy deb atashadi. Savol, endi aytingchi, agar shunday abadiy yog'och sizda bo'lsa, undan nima yasardingiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.